Hammaga salom do'stlar. Bugun Panda Game'dan Zombie Master degan o'yinga o'ynaymiz. Zombie Search bir bola, Search Chairsmi shunaqa. Bilmadim, mana bugun 1-2 marta o'ynaganman buni. Yaxshi o'yinga o'xshaydi, yaxshi bilmadim. Buni o'ynaganman. Hozir bizning maqsadimiz o'zi 20 qilmoqchi edim. Qarasam 20 ga jam ekan. Undan keyin xudo xolasa 12 ga jam. Hatto bitta anonsini qilaman. Qilish rosa qiyin lekin mana boshladik endi. Mana anolarni короче hozir bu yoqqa miyada aytishimiz. Shu bilan buni zombilarni короче o'ldiramiz. Obuna qo'yinglar va like bosinglar. YouTube yangi kelganman. Короче maqsadim 1000 tami, 100 tami farqi yo'q. Obunachi yig'ishda. Tak, endi bularni tutish kerak. Obuna bo'lib qo'yamiz. Tak. Ana bu o'yin yaxshi o'yin. Hali game anusida rosa ko'p chiqadi videolar. Ana shunga tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Davay endi. Короче, oldiga chiq. Ushadi. Nihoyat. Endi mana orqasidan yugurib usha olsam, mana shu yoqni temirligini kiyib olgan, temirlikni kiyib olgan. Menga taxtali bo'lsa ham mayli. Eng yaxshisi bu kiymagani, chunki kiymaganini bitta to'shisa temirlikni 20 yo'q, 8 totgandan keyin o'qidi. 8 totgandan keyin ushash kerak. Eng yaxshisi bu kiyimsiz, balkim undan keyin temirdan tashqari nimadirlar kiyib olar, 8 ta, balkim 16 ta ham otgandan keyin bo'lar, 16 ta otgandan keyin ham bo'lib ketar, balkim bilmadim yana. Endi hozir bunga obuna debman yana. Buni hozir qilib qilishga desam bo'ladi. Короче, hozir buni aniqlamiz-da. Voy, nima desam bo'ladi. Короче, hozir boshlaymiz-da. Ana shu yashilni ko'proq ushab, yashillarni qo'yish kerak, qochirib olmaslik kerak. Ne otaman, ne bos almashtir. Voy xudo. Ana shu qoch. Qochib ketdi. Aynan yashilni qochib ketdi. Nega aynan yashilni qochib yuboraman? Sal yugurganda yetadimi? Lekin yugurmamda yetib boraman. Короче, hozir buni aniqsam, ushlasam bo'ldi. Mana taxtalisi degani mana shu taxtali. Atiga 4 otgandan keyin bo'ladi. Eng yaxshisi bu kiyimsiz. Ot ushima. Bo'ldi. Usha. Bittasi qochib ketsa ham satrittasini ushadim. Endi hozir keyingi ana 100 prosmotrdan keyin demoqchi edim, ammo lekin mayli. Bir hafta polniy prosmotrsiz polniy video chiqarish kerak. Ko'rib qoldimmi nima? Qayerda ko'ring bor, birachka. Da yugur. Usha. Tezroq. Sho'roq. Ya, ana. Bo'ldi endi 100 talik ushayman. Bemalol shuncha yo'lda ikkita otish hech narsa emas. Endi ana ushadi. Otda borgan molxonagacha dermidi? Otda yo'li molxonagacha dermidi? Bilmadim, qandaydir derdi, esimda yo'q qarachi. Endi mana ushasak, mana ularni qilamiz. Mana maytda ko'rsatilgan nimadir tuzatish deb, mana qani qandni tuzatish, bir marta kuchaytirish. Undan keyin ikkinchisi u o'sha qandni yana necha minutmi? Nechta 10 ta sotish yana 9 tasini sotib olganman, o'ynamdaganimku. Buni sotish juda qiyin. Chunki bittasini o'zi yana otib qo'ydim. Bittasini o'zi короче 40 minutda tayyor bo'ladi, 40 minutda. Ana shunga sotish juda qiyin deyman, chunki o'tgan safar ham 9 tasini to'g'ri deb bilganman. Bu yoqib qo'yganman, bir ertalabki zarfga qo'yib yoqib qo'yganman. To'g'ri, oxiri ertalab tursa, endi 9 ta, chunki yarmida o'chib qolibdi. Yugurni yotasan. Mayli. Agar keyingi mayli 10 ta prosmotr olsin. Keyingisi ana bo'ldi. Keyingisi men aniqmoqchiman, короче. Nima desa bo'ladi? Only up qilmoqchiman, only upmi shunaqa. Unda o'ynadim, bir marta o'tkazib mashq qilib ko'rdim. O'zi bu video only updan bo'lmoqchi edi. Only up qilmoqchi edim, ammo lekin only upda rosa buzilarga only up o'ynayman keyingi safar. Agar only up ham yaxshi prosmotr oladigan bo'lsa, undan keyin qandaydir yumaloq devil nima edi? Devil level'da shunaqa degan qandaydir tur burchak qandaydir bor ekan-ku. Ana shunaqani o'ynayman. Agar undan u ham yaxshi prosmotr olsa, asabizat o'yinlarni ko'paytiraman. Orasiga mana shunaqa o'yinlarni qo'shib turaman. Keyin level ham bor, level eram bor. Ana shunaqa zo'r o'yinlar bor, lekin keyingi safar endi bular. Endi короче yana bir 15 minutcha qilmoqchiman videoni. 15 minutga yaqin, 14 minut, 13 minut bilmadim, chunki bu anada nima desa bo'ladi. Shundoq ham qilish qiyin-da. Ana nima desam bo'ladi? Tak. Hali buni kesib olaman, ko'p qilaman. Bir 20 minutcha qilsam kerak, lekin buni kesib olish mumkin, lekin bu qiyin. Sizlarni vaqtingizda olmoqchi emasman, lekin bu qiyin-da. Qilish o'shanga 11-levelda qolib ketamanmi deyapman. Bilmadim yana, davay boshladik endi. Davay, chiq. Ana, hali bo'lmabdi, 19 sekund bor ekan. Ishda kutib turamiz endi. Bilmadim. 3 2 1 3 12 19 8 7 6 5 4 3 2 1 nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Xudo biladi nima bo'lgan. Davay chiq. Bo'ldi. Chiqib ketib qoldi. Davay kiramiz. Ne? Voy, jonga deydi-ku, kir, X bos. Nima X bosmaydi? Ana zaps o'chib qolibdi-da, o'ylabman. Davay. Endi davay boshladik. Ana ayam telefon qilyapti, videoga chiqib turaman.
Давай, bo'ldi, boshladim. Давай. Miyamda. Mayli, o'rtarog'iga tashlaychi. Mana, o'rtarog'iga. Bo'ldi endi. Ikkasini ham chiqsam. Bo'ldi, yugur. Almashtirib yugur endi. Hop. Tegmayapti-yu. Hop. Ana. Menga ham bitimga tashib tarafga chiqmasak, tushib ketaveradimi? Sal turmaydimi joyida? Davay. 3, 2, 1, hujumga. Endi bitta yashirin olsam yana. Bu tarafga emasmi? Mayli, bu tarafga o'tiraman. 3, 2, 1, hujumga. Men sakramay qoldi endi. Ana, sakrab ketdi endi. Davay, hujumga. Ot. Va shu ham shu payt xalaqit beradimi? Zato o'shadi. Ana 6 tasini to'liq ushlabman ana. Endi bitta balkim keyingi o'yinlarda buni ham ana qanaqadir kalla turibdi-yu. Ko'rgan bo'lsangiz, kallasi bor-ku. Ashkalani keyingi o'yinlarda xudo xolasa uni ham yutsak kerak. Birinchi qism bu hozirchalikka ana. Kiramiz, davay. Tak, endi tashlab qochamiz. 1, 2, 3. Otsa tegmasa bo'ldi. Tegmadi. Ana endi ushlaymiz. Ot. Qochib ketmadi. Ozgina qoldi. Sekund nima deydi? Soniya deydi o'zbekchasiga. Davay. Yashirib. Hujumga. Davay. Ot. Bo'ldi. Davay. 3, 2, 1. Yugur. Tegmadimi? Qanaqa qilib? Ana bo'ldi. 5 dan 5 turdik. Ana mana shu hikoyalar bor-ku, ko'ryapsizlarmi tepada. Ana shunaqa hikoyalarni xudo xolasa keyingi o'yinlarda yutishga harakat qilamiz. Bilmadim yana qanaqa yutishga harakat qilaman, короче. Tak, endi mana shunaqani aytyapman-da men. Mana ko'ryapsizlarmi, kuchaytiryapman-ku. Lekin bitta yetmay qoldi. Ana shunaqa vashsham qiyin. 40 minutda bo'ladi. 40 minut. Balki 1 soatda bilmadim, men 40 minut ko'rdim. Endi 30 sekund qolibdi. Nimadir qilamiz, yo'q kutamiz. Ana 18-levelda ochilar ekan. Bu ya'ni level o'zbekcha deyiladi, bosqich. 18-bosqichda ochilar ekan. Bunisi 20-bosqichda ochilar ekan. Endi bu 6 tani qarasak, ikkitadan 6 ta bor ekan. Tak, endi buni bo'ldi, boshladik. 8 sekund, 7 sekund, 6 sekund, 4 sekund, 3 sekund, 1 sekund. Bo'ldi, boshlandi. Bos. Ayri qarab olaychi. Bo'ldi. Nima bu? Ana 8 ta 40 tadan beradi xolos. 40 tadan, atiga 40 tadan. Buni bitta yetmayapti baribir. Davay. Ana. Bo'ldi. Davay, bo'ldi, boshladik. Davay. Mana shu yoqqa almash. Tak. Davay, boshladik. Ot. Ne tegmaydi bular? Qanaqa qilib? Qochdi-yu уже. Ne? Mayli. Asabga berilmaymiz biz. Endi mana shu miya tashlab turib, sekin pastga tushsam, mana pastga. Day. Ana shu temir yoqmaydi menga. Temir hech qachon yoqmagan. Hozir ham yoqmaydi endi. Bitta temir tushgan. Oldiga 3 ulguram ham ulgurdi. Endi otib sekin. Ana. Sekin nima bo'lyapti? Ana, bo'ldi. Ana endi oldiga, tamam. 3 ulguram. Ana endi aniq. Yutqazishlar aniq ana. Bitta otaman, yana temiringiz deyishib o'tadi. Bitta. Bo'ldi. Bu tashimizni suramiz. Yashin. Voy, yugur. Qisting qolsa bo'ldi. Tegdim. Yugur. 3. Bo'ldi, almashtir, tashlab. Bo'ldi ana. Ushadim. Bo'ldi. Asabga berilmaymiz. Ana endi hozirchalikka endi yetsa kerak-ku, mayli. 13 minut bo'libdi уже endi. Mayli, 13 minut bo'ldi uni endi. Endi shu to'xtatib tursam, agar mayli, keyinroq to'xtatib turaman. Shu 14 minutlarga chiqsam kerak, bilmadim. Ana, qaranglar, 40 minut ana. Yo'q, 50 minut ekan. Ana 50 minut ko'rgan bo'lsanglar. Ana 25 da buni olib bo'lmas ekan. O'shanga men 25 daqiqa yoki videoni o'chirishim mumkin yoki ana 25 daqiqa men videoni o'chiraveraman. Davay, ketdik. Agar 25 yig'sam ozgina o'ynayman bundan keyin. Agar 25 yig'sam videoni yoqaman. Agar yig'ishcha qiyin bo'lib ketib qolsa videoni o'chiraman. Ana o'chirdim. Yo'q, mana. Ana sizlarga ko'rsatadim, ko'rmaganlar uchun. Voy. O'chirib tashlab, o'chirg'ich ana. Voy, jonga tegar ekan-ku. Qanaqasi bir o'chiradi? Buni? Yo'q, emas. Voy, mayli. Endi ana 25 ta ko'rasizlarmi? Ana. Yo'q, emas. Ana. Ana. Shu boshqarish qiyin-ku ana. Ana shuni yig'ish kerak. Hozir menda 19 ta ko'rayotgan bo'lsanglar, o'chirish qiyin-ku, o'chirib. Bo'ldi ana.